Opalardan bitta savol so'rayman. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bitta savol bersam maylimi? Yigitlarni puli ko'pi yaxshimi yo romantikasi yaxshimi? Конечно, romantikasi yaxshi. Foyuz. Azikov Instagram sahifasiga obuna bo'lganmisiz? Siz uchun qimmatliroq sovg'a beraman. Atanisizmi? Foyuz rahmat. Bitta ko'rsatsangiz bo'ladimi? Nima ish qilasiz o'zi Barnopa? Ko'rchi? Bog'ot direktormi? Parolni odamlar ko'p. Voy, mana turibman ekan o'zi. Bosib yuboring. Voy, mana turibman ekan o'zi. Lekin istoriyamni ko'rmabdilar. Keling Barnopa, sizga bitta sovg'a beramiz. Sizlar o'zi nima deysizlar? Yigitlarni puli ko'p bo'lgani yaxshimi yo romantik bo'lgani yaxshimi? Kommentga yozib yuborasizlar. Xohlagan bitta yaxshi guruchkan tanlab olishingiz mumkin. Biz obunachilarimizni shunaqa rag'batlantirib yuribmiz. Farzandlaringiz bormi? 40 ta o'g'lim bor. 4 o'g'lingiz bormi? Mashalloh, bizga ham nasib qilsin. Rizo bo'lsin opajon, obuna bo'lganingiz uchun rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Kuzatib turinglar.